hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Insta sektorda men holding yetib. Bola bugungi o'yinimiz FIFA, ya'ni FK Mobile. Go. Kirib qolaman. Bola mana. Nikim Ronaldo. Belki de Ronaldo'ga o'xshash kerak. Ketdi bola. O'yinni boshlab olamiz albatta. Ana qo'shiq boru, sandanam, mandanam, undanam, bundanam, bittanam qarab ketdim. Bolada iltimoslardan like olgunuz qo'sh esilardan chiqmasangiz 20-avgustgacha ilohim 100 bo'lili iltimoslardan maksimalniy поддержка qilinglar. Bola Manchester United man Realdan boshqa komandalardan ham o'ynash kerak. To'g'rimi? Bizda tarkib mana. Ularning tarkibi. Как Drogba bor ekan. To'lamizmi? Yutqizsa bolalar ustimdan kulish yo'q ekan. Opa. Sergio Ramos qo'rlangan variant tomonda. Bola yo'q. Nimaga qayt? Voy, endi. Bola ustimdan kulishni qabatim. Saning uchun bizlashmasam. Hadi bola, go! Meni xafa qilmoqchi emasman. Kebab o'ldirib qo'ydim. Va bo'ldi, yutqizdim bu o'yinda. Offside. Baxtimga. Bana onga ber. Men bunga bilet harakat ber desam, bilet tepmaydi bu ham, tintay. Shuni qo'y. To'xtada. Messini o'yinga chiqaramizmi? Mana chiqaramiz. Messi'ni o'yinga chiqardik. Messi'ga. Messi. Ankara Messi. Messi. Ankara Messi. Bola kim Messi, kim Ronaldo. Yoz ketinglar. Messi'chilar like bosinglar, Ronaldo'chilar obuna bo'linglar.
Hoppa. Yo'q. Yaxshi martaba teshik emasga har qilib. Tepmaydi bu ham. Bola sizlarga PUBG yoqadimi, Free Fire'mi bola? Yozib ketinglar. Va Minecraft'chilar qaranglar bola. Meni videolarimga har bittasiga like bosasizlar, fotomobilchilar yoki bo'lishchilar, mana shu videoga like bosasizlar, PUBG'chilar obuna bo'lasizlar. O'shani aytsam, menga PUBG yoqadi. Sizlarni fikringizni bilmoqchiman. Bola iltimos 100 ta bo'linglar sizlardan. Stream qilamiz PUBG'da. What the bomb double pushing? Mayli. Necha? Var taban tinta insan. Voy, nima bo'ldi? Bo'ldi. Delete qilish. Bola mana bergan, qaranglar, men sizlarga o'rgataman. Har kuni kirasizlar she'rga, biladiganlar bo'lsa kerak. Shu Hero Academiyasiga bosib, mana o'rtadagi libos she'rlar. Har kuni ulardan sovg'a beradi sizlarga, bola, sovg'a beradi. Har kuni men missiyalarni bajarib ham olasizlar. Mana bu 100 ta bo'lsa, aytayman, olaman 100 ta bo'lsa, bu nashrdan birontasini olasizlar. Men sizlarga maslahatim bular o'g'ri, balandroq ham o'ynashni biladiganlar. Masalan, mana bu Hazard nashini olinglar. Eng kuchlirog'i Stam. Mana bu ili mana buni olinglar. Biz mana berib tekshiramiz. Olamiz. Sizlar bilan bajaramiz. Nima qilsak, do'stlar. Keyinroq PUBG haqida Hamitda 2000 to'g'ri agar she'r olib ketsa, bittasini olamiz. Mana 95lik odam bilan o'ynaylik. Go bo'ldi. Sizlarga qo'shiq aytib beraymi bola? Bolalik zo'r bo'lardi, sovuq suv ichsam, ayam tayoq bilan urardi. Qanimcha go do'stlar. Men bu kanaldan bir necha bor aytganman. Eng asosiysi bularga qarshi himoyada o'ynash kerak. Himoyada o'ynamasanglar qiyin bo'ladi.
himoyada o'ynash kerak edi. Saka. Chiqarardim. Men ataylab shunday qildim, bo'lmasa bo'lardim. Ataylab chiqarib olishga harakat qildim. Ularga qarshi ularga to'p tushib qolsa, himoyada o'ynash kerak. Xo'p. Bilasizlar-ku, men Sergio Ramosning variantiman. Hoppa. Voy dala. Hoppa. Hop. Yaxshi bo'ldi, to'p bizda. Saka. Vambo toma, saka. Biasanya pasport yang mana tahu banyak. Ini bentuk. Saka je. Apa? Mana jalan? Atau gol urmadik. Mayli necha hisobda yutdik. Bo'ladi. Kodilari eng muhimi himoyada o'ynash kerak. Ularga qarshi bo'lmasa gol urib qo'yish ham mumkin. Hujumni faqat o'zingizga to'p kelganda hujumni bosasizlar. Men bosib shunday chiqadi. Gol bo'ldi. Pas chiqqanda yaqin. Ular kerakchi mana sovg'alar berdi bizga. Bundan ko'rish kerak, qarash kerak. Yetilib qolgan bo'lsa, ololish ekan. Men pastagini bajarishim kerak. Bitta bo'ldi. Ertaga biron-bir yaxshiroq odam olsam, sizlarga o'zim video qilib chiqaraman. Sizlardan iltimos so'rayman. Iltimos. Yugur. Sizlar uchun kamerani yoqib ko'rsatdim. Просто xavfsizlik muammolar bor. Kamerani to'qiyim. O'ynaganda yo'q bo'lmaskan. Himoya tarkibida o'ynash kerak. Himoyaga bos, hujumga bos. Himoyaga qaytamiz. Buni himoyada o'ynash kerak. Bundan keyin agar omadingizga birinchi taymda gol urib qo'ysangiz, golni himoyaga o'ynash kerak. Ne sarvi yo'q. Sotilgan o'yin. Chelsea bilan Barsa o'ynayapti.
Lukashenko bularga himoyada o'ynamasa bo'lmaydi deb. Zo'r Bekxem. Rahmayga. Bartam teshomidi. Vay, penalti ishladi. Yaxshi golmiz. Omadimga gol bo'lmadi, qaranglar. Mana bilasizlar-ku, men to'pni varishtirishni. Hujumni yomon tutyapman. Men himoya bilan, himoya bilan bartada zo'r turaman hayotda. Mayli, himoyada o'ynaylik. Hadi 2-1. Farqi. Biza to'pajimiz. Cristiano Ronaldo. Azoblatib qo'ymaysan. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Bolalar, sizlarga yana bitta savol. Realmisizlar, Barsamisizlar? Kommentariyaga yozib ketinglar, iltimos. Realchilar obuna bo'lamiz, Barsachilar like bosamiz. Go bolalar. Bolalar. 2 minut. İçige. Oldu karşıttık. Hammaga xayr do'stlar.